Salom do'stlar, bugun bizlar qanday qilib Play Market o'chib ketsa, qanday qilib yuklab olishni o'rganamiz. Ya'ni kirsak, mana Play Market turibdi. Biz buni o'chirib tashlaymiz. O'chirish. Va o'chib ketdi mana, hech qayerda yo'q. Hech qayerda yo'q. O'zi bitta Play Market bo'ladi. Va mana nastroyga kirib, pastga tushsak, ilovalarga kiramiz va pastga tushsak, mana Google Play Market. Ya'ni Google Play Market ustiga bosamiz va yoqish tugmasini bosib qo'yar ekanmiz. Va yoqqandan keyin ko'ribsizlarki, mana Play Market yondi. Yana paydo bo'lib qoldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroq tugmasini bosing, esingizdan chiqmasin. Keyingi videolargacha ko'rishguncha